Do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Durustmisizlar musofirdagi do'stlar? Bugun 17-oktyabr 2025-yil. Zarzamin binosida mana yangiliklar bo'lyapti. Bugun juma kuni, ertaga shanba. Katta hashar bo'ladi do'stlar, shuni aytib o'taman. Hammalaring kelinglar, yordam qiladiganlar, ehson qiladiganlar, mana ikki homiylik qiladiganlar o'z hissasini qo'shayotganlar. Mana shu karta raqam, mana yo bizga aloqaga chiqinglar. Assalomu alaykum. Tog'a, yaxshimisiz? Sekin. Niyat qilgan ballar olib kelishyapti, shag'al, sement olib kelishyapti do'stlar. Xudo xohlasa, ertaga katta hashar, hamma barcha ustalarga, gruppadosh ustalarga hammaga aytib qo'yamiz. Kelinglar ustalar. Mana shu yerda hahu qilib, regirovka qilib turganlaring o'zi bir katta nima. Mana ballar keladi, hasharchilar ko'pchilik keladi. 4-5 qarib 6 kamas shag'al rachut bo'lyapti. Mana bu yerda apalavkalar tayyor. Armaturlar tayyor. Mana xudo xolasa 17 ga 28 sport zalga. Yana qayta aytaman, sport zal bo'lyapti. Ko'pchilik kommentariyada so'rab qoladi, aka nima bo'lyapti deb. Sport zal bo'lyapti. Sport zalga apalavkalari tayyor. Mana 40 razmer 17 ga 28. Mana stolar. Zikrlo qandaysan? Yaxshimisan? Hormaylar, aka. Tejma aka. Keling. Assalomu alaykum. Aka. Tayyormi aka? Mana shu stop olyapman. Ha, yo, syomkada. Apalavkalar tayyormi? Bitta hasharga kelamiz degan barcha ko'kalar mana kelmoqchi ertaga. Ha. Hammasi tayyor. Ertaga soat 7da, 7:30da mana shu yerda hammani kutib olamiz. Katta hashar bo'ladi. Mana obyektlar tayyor, barcha ko'kalarni taklif qilamiz. Do'stlar, bir kun ming kun emas. Lekin shu narsani esingizdan chiqarmanglar. Masalan, usto gruppovoy ustalardan taklif qilamiz. Obyektgacha bormaydi, hamma kelsa. Soat 1gacha bormaydi. 1da bayroqni qo'yamiz, xudo xolasa. Ahol, qanday qilamiz? 7-maktab nomidan 2 ton sement mana shu yerga ataldi. 85-yilgi V sinflari, 7-o'qigan maktab. 85-yil Avazaka boshchiligida. Ha, Avazaka Sevitchi boshchiligida sholadi sinfdoshlari 2 ton. 2 ton sement, avval 2 kamas shag'al olib kelishdi. O'zi 2000 so'm pul xolaylar sement olinglar, xolaylar ustiga nima qisalayin deb bo'lgan. Mana eshitib turibsizlar, 2 ton sement borani 2 kamas shag'al pul ataldi. 74-yillar legenda mana shu yerda tekislab mana shu baravar qilib berish uchun mana zasipkani bo'yniga olishgan. Bu bir do'stlar, yana bitta eng zo'r mana rahmat Doniyor shashlikchi nomidan 1000 so'm kartaga pul tashadi. Aka, xolinglar sement olinglar, shag'al olasizlarmi, kamikoz bo'lsa Doniyor shashlikchi nomidan 1000 so'm pul. Obedda soat 12da 100 ta shashlik mana shu choyxonaga qayta o'tirish bo'lsa, ana shu ustalarga, hasharchilarga 100 ta shashlik atadi. Rahmat, joni sog' bo'lsin. Dunyo turguncha tursin, bir berganga ming bersin, barakasini bersin. Po'lotov mana shu yerda mana Madirvonning yonida Po'lotov Elyorjonda dadalari bo'ladi. Po'lotov Abjal aka nomidan bitta qo'y shekka so'yib, qoni chiqarib, chiroyli bir qo'shu xursandchilik bilan, duo bilan mashqa bitonni boshlaymiz. Ertaga so'yiladi shu hasharchilar uchun.
Rahmat, Alloh rozi bo'lsin hammalaridan. bittagalik hasharga bo'lsa mana bizda akalarimiz bor, bizda o'quvchilarimiz bor, bizda tengdoshlarimiz bor. Hammalarini taklif qilamiz bittaga bo'lsa xalqimiz birdan bo'lyapti. Bu endi aytyapmiz gruppalarda ham bu zal endi ovchi qalcha, Xisevar, Istor, Qatag'an, bu shu teritoyda G'afurov shu teritoydagi eng katta zal bo'lyapti. Bu xalqimizni birdamligidan, xalqimiz jipslashgandan darak beradi. Xalqimiz birinchi bo'lib avvalo xalqimizga rahmat. Biz sababchi inson. Masalan, men shaxsan videoni efir qilib turibmiz, mana Farhodjon Yugurov. Biz sababchi. Lekin bu narsa xalq bilan bo'lyapti. Hammalariga rahmat. Boshlari og'rimasin. Dunyo turguncha tursin. Xudo xohlasa biz bir ishni niyat qilib hammamiz boshladik. Men deganim yo'q. Biz hammamiz boshladik. Tepaga kirishaga qo'yib turib bayroq uramiz. Inshaalloh. Hammalaringga rahmat. Videoni tarqatib qo'yinglar. Like bosib, mana shu like bossalaring tarqaladi. Barcha aka-ukalarga mana shu balkim kimdir do'stlar yana bir narsani aytib o'taman. Masalan, bir sinfdoshlar bo'lsa, do'stlashlikka yordam qilaylik, tashab 200 mi deyishyapti ekan. Ko'pchilik bermasa, o'zingiz tashab qo'yavering mana shu kartaga. Bir kishimi, ikki kishimi tashab qo'yavering, savobi mana shu boradi do'stlar. Faqat hamma jam bo'lib emas. Jam bo'lsalaring yana nur ustiga nur. Lekin bitta ikkita qolgan insonlar mana shu kartaga tashab qo'yaveringlar. Duo hammaga bo'ladi, bir kishiga bo'lmaydi. Biz aytib o'tyapmiz, faqat biz ba'zi bir insonlarga o'rnak bo'lish uchun videolar qilamiz, aytib o'tamiz. Shuning uchun do'stlar, boshlaring og'rimasin, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar, dunyo turguncha turinglar, ertaga katta hasharga hammalaringni kutib qolamiz. Rahmat hammalaringga, sog' bo'linglar. O mana aka, Aslin akalar kelishdi mana, hamma chetda. Aslin aka, assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz, charchamasdan. Mana o'tgan safargi videomda ham aytib o'tdim. Mana bu oldiga yana 1,5 metrmi chiqyapti. Do'stlar, bu videolarni men qism qilib qo'yib boryapman. Kimdir 9-qismini ko'rib qolar, kimdir 7-qismini ko'rib qolar. Lekin shu narsani 1-qismdan ko'rib kelsangiz, ko'p narsaga xabardor bo'lasiz. Boshlang og'rimasin, o'zingizga ehtiyot qilinglar. Ertaga hamma hasharga.